Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizlar IELTS Cambridge IELTS 20 test 3 bo'limidagi part 3 reading passage-ni ko'rib chiqamiz. Topigimiz Robots and Us. Robotlar va bizlar. Va bizlarda 27 dan 33 gacha bo'lgan savollarda ekspertlar berilgan bizlarga. Ya'ni olimlar berilgan: Martin Rees, Daniel Wolfred and Kathleen Richardson. Uchta olim berilgan va uchta olimga tegishli bo'lgan gaplar berilgan. Shularni qaysi gap, qaysi olimga tegishli ekanligini topishimiz kerak. Va 34 dan 36 gacha bo'lgan vопросlarda complete each sentence with the correct. Bu yerda gapning izi tushib qoldirilgan, shuni topishimiz kerak. Va 34 da aytyaptiki, Richardson va Rees degan ikki olim express similar views, bir xil fikr bildiradi regarding the ethical aspects of bir narsaning axloqiy aspekti haqida bir xil fikr bildirgan. 37 dan 40 gacha bo'lgan vопросlar multiple choice va 37 da aytyapti, what point does Richardson make? Richardson qanaqa fikr bildirdi about fear of machines? Mashinalardan qo'rqish haqida Richardsonning fikri qanaqa edi? Deyapti. Okay. Three leaders in their fields. O'z sohasidagi uchta lider answer questions about our relationship with robots. Bizning robotlar bilan bo'lgan munosabatlarimiz haqidagi savollarga javob berdi, deyapti. Okay. When asked should robots be used to colonize other planets, robotlar boshqa planetalarni egallashda foydalanishi kerakmi deb so'ralgan vaqtda cosmology and astrophysics, kosmosni o'rganadigan va astrophysics bo'lgan professor Martin Rees, shu olim, said, aytyapti, he believed that the solar system, u ishonadiki quyosh sistemasi will be mapped by robotic craft by the end of the century. Shu asrning oxirigacha robot qobiliyati bilan quyosh sistemasining kartasi chiziladi, deyapti. The next step will be mining asteroids va keyingi qadamimiz bizlarning asteroidlarni qazib olish, enabling fabrication of large structures in space without having to bring all the raw materials from Earth. Va u aytyaptiki, yerdan hamma xomashyo materiallarni olib ketmasdan space, koinotda ulkan binolarni qurishga imkoniyat beradi, deyapti. Bu mining of asteroids, asteroidlarni qazib olish. I think, va mening fikrimcha, this is more realistic and benign than the terraforming of planets, dedi. U aytyaptiki, meni fikrimcha, bu judayam realistik, amalga oshirsa bo'ladigan narsa va benign, xavfsizroq, deyapti. Bu terraformingga qaraganda. Terraforming degani boshqa planetalarda inson yashashi uchun insoniyatga moslashtirish u planetalarni. Shunga qaraganda u xavfsizroq bu usul, deyapti. He maintains, va u aytadiki, colonized planets should be preserved with a status that is analogous to Antarctica here on Earth. U aytyaptiki, bosib olingan planetalar bu belgili bir
belgili bir statusda saqlanishi kerak bo'ladi. Bu Yerdagi Antarktidaga o'xshash deyapti. Ya'ni bu yerda aytyaptiki, Yerda Antarktida bor. Agar biz u Antarktidani saqlamaydigan bo'lsak, unga erib ketishiga yo'l qo'ysak, u dunyo yuzini, yer yuzini suv bosib, tirikchilik qolmaydi. Shunga o'xshash vaziyatlar colonized planetalarda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun deyapti. Uni belgili bir statusda saqlashimiz kerak. On the other question of using robots to colonize and boshqa planetalarni egallashda robotlardan foydalanishdagi question exploit mineral resources. Mineralniy resurslardan foydalanish. Engineering professor Daniel Wolfred replied. Mineralniy resurslardan foydalanish va boshqa planetalarni egallashda robotlardan foydalanishdagi vaprosga professor Daniel Wolfred replied. U javob beryapti. I don't see a pressing need to colonize other planets unless we can bring resources back to Earth. U aytyaptiki, biz resurslarni qaytib Yerga olib kelmaydigan bo'lsak, boshqa planetalarni egallab nima qilamiz deyapti. The vast majority of Earth is currently inaccessible to us. Yerning ko'p bo'lagiga biz hali yetib bormadik deyapti. Using robots to gather resources nearer to home, uyimizga yaqin atrofdan resurslarni yig'ishda robotlardan foydalanish would seem to be a better use of our robotic tools. Bizdagi bor bo'lgan robotik qurollardan foydalanishning eng bir yaxshi yo'li deyapti. Okay. Hozir bizda ikkita olim aytdi va 27 da aytyapti. For our own safety, o'zimizning xavfsizligimiz uchun humans, insoniyat will need to restrict abilities of robots. Robotlarning qobiliyatlarini cheklash kerak deyapti. Unaqa qobiliyatni cheklash haqida gap kelgani yo'q. 28 da aytyapti. The risk of robots harming us, bizga ziyon yetkazadigan robotlar xavfi less serious than human believe it to be. Insoniyat unga ishonadigandan ko'ra pastroq uning bizga beradigan zarari deyapti. Zarar haqida gap kelmadi. It will take many decades. U bir qancha 10 yilliklarni oladi. Vaqt 10 yilliklar vaqt ketadi. For robot intelligence to be as imaginative as human intelligence. Insonning aqli kabi kreativni bo'lishi uchun robotlarga bir qancha ko'p 10 yilliklar keladi. Decade degani 10 yilga teng. Bu 10 yillikdan ko'pi kerak. Ko'p vaqt talab qiladi deyapti. Unaqa 10 yillik haqida gap kelgani yo'q vaqt haqida. 30 aytyapti. We may have to start. Biz start considering, o'ylashni boshlashimiz kerak. We are treating robots fairly. Biz robotlarga fairly, adolatli munosabat bildiryapmizmi yoki yo'qmi? Shu haqida o'ylashni boshlashimiz kerak deyapti. Unaqa munosabat haqida gap kelgani yo'q. 31 da aytyapti. Robots are probably more help to us on Earth than in space. Kosmosga qaraganda Yerda robotlar bizga ko'proq ko'maklashadi deyapti. Va bu bizda aytildiki, bu yerda aytildi. Using robots to gather resources nearer to home. Uyimizga yaqin yerlardan resurslarni yig'ishda robotlardan foydalanish seem to be a better use of robotic tools deyapti. Bu robot qurollaridan foydalanishimizning bir yaxshiroq usuli kabi ko'rinadi deyapti. Shuning uchun bu bizlarda Daniel
Wilfredga tegishli bo'lgan gap va bizda Wilfred bizada B da turibdi va 31 ga ответ B bo'ladi. Okay, 32 da aytyapti the ideas in high quality science fiction. Fiction degani uydirma, yolg'on, to'qima degan ma'noda bildiradi. Shunaqa bir soha sifatida yoki fan sifatida ko'rsak bo'ladi. Science fiction high quality judayam yuqori sifatli science fictiondagi idealar may prove dalillashi mumkin to be just as accurate as found in the work of mediocre scientists. O'rta darajali olimlarning ishlarida topilganligi kabi to'g'riligini dalillashi mumkin deyapti. Va 33 da aytyaptiki there are those who look forward to robots developing greater intelligence. Robotlarning greater intelligence, aql idroki judayam bir rivojlanishini intizorlik bilan kutyapti dedi. Qaysi olim kutayotganini topishimiz kerak. Так, meanwhile, for anthropology, Professor Kathleen Richardson va bu vaqtda Professor Kathleen Richardson the idea of colonization egallash haqidagi fikr boshqa planetalarni of other planets seemed morally dubious. Bu judayam bir shubhali ko'rinadi deyapti. I think mening fikrimcha whether we do something on Earth or on Mars, biz Yerda yoki Marsda bir narsa qiladigan bo'lsak, we should always do it in spirit of genuine, in spirit in others. Boshqalardagi qiziqishimizni genuine, sof vijdon bilan ishlashimiz kerak deyapti. Nima qilsak ham uni vijdonan qilishimiz kerak. Hech qanaqa yolg'onlarga yo'l qo'ymay deyapti. Not to impose a particular model. Bu belgili bir modelni majburlamasdan but meet the others va boshqalarga ham u to'g'ri kelishi kerak deyapti. Bu yerda in the spirit of the genuine bilan bu yerda hozir boyam bir morally degan so'zni ko'rgandek edikmi? This realistic being preserved with the status. Okay. Bu yerda Richardson, what morally. Morally bilan ethical degan bir-biriga sinonim bo'ladi. Axloqiy jihatdan degan ma'noda. Richardson aytayaptiki, nima qilsak ham uni to'g'ri, hech qanaqa bir majburlarsiz, yolg'onlarga yo'l qo'ymasdan qilishimiz kerak deyapti va Rees aytayaptiki, bu yerda bu aytayaptiki terraforming of planets, bu planetalarni inson insoniyat uchun uni o'zgartirishning o'rniga undan shunga qaraganda u yaxshiroq, xavfsizroq bo'ladi deyapti. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, u planetalarni bizlar o'zlashtirmasligimiz kerak deb aytayaptiki, bu yerda
Richardson ham shu fikrda. Not to impose a particular model deyapti. Bor bo'lgan modelni majburlamasligimiz kerak sifatida. Va 34 ga bizda ikkalasi ham shu planetalardan tinchlikni aytyapti. House. Robots to explore outer space. Boshqa koinotni explore explore examine yoki investigate degan ma'noni bildiradi. O'zbekcha explore. Explore o'zbekcha. O'shin test qilish ma'nosida deyapti. Shuning uchun robotlardan foydalanish. U haqida aytayotgani yo'q. Machine intelligence so far yaqindagina machine intelligence mashina aql idrokidagi advances olg'a rivojlanishlar. U haqida aytmayapti. Changes made to other planets for our own benefits. Ikkalasi ham aytayaptiki, bu yerda bizning o'zimizning shaxsiy foydamiz uchun boshqa planetalarga o'zgarish kiritishimiz haqida. Ikkalasi ham shu haqida aytyapti. Unday qilmasligimiz kerak deb. Hozir bu qanday qilib olib boramiz? 34 ga atvetsi bo'ladi. The harm ziyon haqida aytmadi hali. Hop, mayli. Hozir buni вот keldi. Okay. 35 da Reese and Wolpert. Endi Reese va Wolpert degan inson share an opinion about extent. Bir narsaning miqdori haqida bir xil fikr bildirgan ekan. In response to the second question, ikkinchi vопросga atvet sifatida atvet bu how soon will machine intelligence outstrip human intelligence? Inson aqlidan mashina aqli qanday qilib o'tib ketadi? How soon? Qancha vaqt o'tib ketishi mumkinligi haqida. Reese aytyaptiki, robots that are advanced enough to beat humans at chess. But then go on to say, robotlar allaqachon insonlarni shaxmatdan yutib ketgan, lekin keyin go on to say, gapirishni davom etadi. Robots are still limited in their ability to sense their environment. O'zining atrof muhitini sezish qobiliyati robotlarda cheklangan. They can yet recognize and move the piece on the real chessboard. Haqiqiy shaxmat taxtasidagi shu toshlarni payqamaydi va ularni harakatlantira olmaydi. As clever as a child can. Hatto yosh bola qilgani kabi deyapti. Later this century, bu asrdan keyin, however, lekin their more advanced successors, ularning rivojlanib ketgan robotlar, bu robotlardan keyin yana chiqadigan yangi versiyalari deyapti-da. Advanced successors degan may relate to their surroundings. Mumkin ular o'zlarining atrof muhitiga, odamlarga biz qilganimiz kabi bog'lanishi mumkin. Moral question then arise va axloqiy savollar keyin yana paydo bo'ladi. Should we feel guilty? Biz o'zimizni aybdor sezishimiz kerakmi about exploding sophisticated robots? Judayam murakkab robotlardan foydalanayotganimizdan o'zimizni
guilty, aybdor sezishimiz kerakmi? Should we fret if they are underemployed, frustrated or bored? Ular bored, zerikkanida yoki xafa bo'lganida yoki ulardan to'liq foydalanolmaydigan bo'lsa, biz o'zimizni shundan bu ham bir aybdor sezishimiz kerakmi degan ma'noda aytilyapti. Va bu bizlarda 34 we have to start considering we are treating robots fairly. Biz robotlarga adolatli munosabatda bo'lyapmizmi deyapti. Va bu yerda aytyaptiki, should we feel avoid exploiting sophisticated robots? Judayam murakkab robotlardan foydalanayotganimizdan o'zimizni aybdor sezishimiz kerakmi deyapti. Ya'ni ulardan haqqoniy foydalanyapmizmi, to'g'ri yo'lda foydalanyapmizmi yoki noto'g'ri yo'lda foydalanyapmizmi, shuning uchun biz aybdormizmi degan ma'noda aytayotgani uchun va bu gapni bizga Reese aytyapti va Reese bizda adashmasam A variantda turgan edi. Demak, 30 ga javobimiz A bo'ladi. Va bu yerda house machines. Bu variantlarni ham bir o'qib ketaylik. Richardson Fear of Machines, mashinalardan qo'rqish haqida qanday fikr bildirdi? 38da aytyapti, what potential advance doesn't see cause of concern. Xavotirga sabab sifatida Reese qaysi rivojlanish potensialini ko'ryapti dedi. 39da what does Alfred emphasize in his response? Uning atvetida nimaga kuchliroq e'tibor berdi to the question about science fiction? Science fiction haqidagi savolga. Science fiction haqidagi savolga javobida nimaga u urg'u berdi? Alfred haqida. What is Richardson doing in her comment? Reality and fantasy. Reallik va fantastika haqidagi kommentida Richardson nima qildi deyapti. Bir daqiqa. Fred. Tashvishlanmoq, siqilmoq. Yeyilmoq, emirilmoq, tashvishlanmoq. Frustrated, bored. Okay. Wilfred response. Wilfredning atveti to the question about machine intelligence, about human intelligence, what this. Okay, mashinaning aql idroki inson aql idrokidan o'tib ketishi haqidagi vопросga uning atveti shunday edi. In a limited sense, it has already. Unda allaqachon cheklangan bir tuyg'u bor. Machines can already navigate, remember and search for items. With an ability that far outstrip humans edi. Insonlardan allaqachon o'zib ketgan bir qobiliyat bor va bu qobiliyatda narsalarni izlashda, eslab qolishda, yo'l topa oladi уже mashinalar deyapti. Lekin, however, there is no machine, hech qanaqa mashina yo'q, can identify visual objects or speech with a reliability and flexibility of humans.
insonchalik moslashuvchan va ishonchli speech nutq to есть gapira oladigan va vizualiy obyektlarni aniqlay oladigan hech qanaqa mashina yo'q deyapti. Expecting a machines close. Expecting machines close to the creative intelligence of humans. Mashinalarning inson aql idrokining kreativligiga yaqinlashishi within the next 50 years will be high ambitious. Kelasi 50 yillikdagi eng katta maqsad deyapti. Va bu yerda xos shunaqa bir gap kelganda. Mana 29 it will take many decades, bir qancha o'n yilliklarni oladi forward to be as imaginative as human intelligence. Bu yerda aytyapti expecting a machine close to the creative intelligence of human. Insonchalik mashinalarning aqlli bo'lishi kelasi 50 yillikdagi eng katta bir maqsad deyapti. Buni bizda Wilfred aytyapti menimcha. Wilfred aytyapti. Shuning uchun 29 ga javobimiz bo'ladi. Va bu yerda 35 ning ham atveti keldi. Bu yerda aytyaptiki Wilfred machines can navigate, remember, search for items deyapti. Mashinalar yo'l topa oladi, narsalarni izlay oladi va eslab qola oladi deyapti. Bu yerda Reesning gapi bo'yicha u insonlarni shaxmatdan allaqachon yuta oladi ular deyapti va ikkalasi bir xil fikr bildiryapti. Hozir robots to explore outer space. Kosmosni explore qilishdagi robotlar. No advances made in machine intelligence so far. Yaqin oradagi machine intelligence'dagi advances rivojlanishlar haqida aytyapti ikkalasi ham. Bittasi chess shaxmatda insonlarni yutib ketyapti desa, ikkinchisi yo'l topa oladi, itemlarni izlay oladi va eslab qola oladi deyapti. Shuning uchun 35 ga atvet bo'ladi. Richardson ishonadi. Our fear of machines. Stop. Richardson fears of machines atvet kelyapti va bu bizni 37 da ko'rgan edik. Make about fear of machines. Okay. Anything becoming too advanced has more to do with human nature than anything intrinsic to the machines themselves. Okay. Bizning qo'rqinch mashinalardan qo'rqishlarimiz yoki bir xavotirlarimiz becoming too advanced judayam yuqori bo'lib ketgan. Bu inson tabiati bilan qilinish kerak bo'lgan narsalar bilan va bu robot mashinalarning o'zlariga qaraganda biz inson tabiati bilan ko'proq to do with human nature. More to do with human nature. Inson tabiati bilan ishlash kerak bo'lgan narsalar ko'payib ketgan deyapti. In her view, uning fikricha it stems from degani bu fearni aytyapti. Bu fear shundan kelib chiqadi deyapti. Humans tendency to personify inanimate objects. Bu aytyaptiki inson jonsiz narsalarga insoniylik qabiliyatini berishdagi insonlarning moyilligi shundan kelib chiqqan. We create machines based on
representations of ourselves. Biz mashinalarni yaratamiz va o'zlarimizdan kelib chiqqan holda imagine that machines think and behave as we do. Bizchalik insonlar, mashinalar o'zlarini tutadi va o'ylashadi bizdek. Shuni tasavvur qilgan holda biz mashinalarni yaratamiz. And therefore see them as an autonomous threat va ularni avtomatik qo'rqinch sifatida ko'ramiz, deyapti. 37 tak, it has grown alongside with the development of more advanced robots. More advanced, judayam rivojlangan robotlarning rivojlanishi bilan bu qo'rqinchlar o'syapti dedi. Yo'q, unaqa emas. Bu qo'rqinchlar biz o'zimiz chiqaryapmiz, deyapti. It's the result of our inclination to attribute human characteristic to non-human entitles. What aytib mana. To non-human entities degani joni yo'q bo'lgan narsalarga deganda bu inanimate objects bilan sinonim bo'lyapti. And personify degani to attribute human characteristic, inson xarakterlarini qo'shish degan bilan bir xil sinonim bo'lyapti. Human tendency degani our inclination, bizning xohishimiz, bu yerda inson moyilligi bilan sinonim bo'lyapti. Is the result of, bu shuning natijasi, stems from bilan sinonim bo'lyapti. Ya'ni shundan kelib chiqadi. Shu bilan 37 ga atfit bo'ladi. C variant aytyapti. It has its origins in basic misunderstanding about how inanimate objects function, deyapti. Qanday qilib jonsiz obyektlarning funksiyasi haqidagi ba'ziviy tushunmovchiliklardan uning paydo bo'lishlari bor, deyapti. Misunderstanding, tushunmovchiliklar haqida aytilgani yo'q. It demonstrates, u ko'rsatib beradiki, a key difference between human intelligence and machine intelligence. Machine intelligence ham human intelligence o'rtasidagi farqni ko'rsatuvchi kalit. Unaqa gap aytilmadi, shuning uchun eng ideal variant bo'layadi. One of the consequences of thinking, shunaqa o'ylashlarning oqibatlarining biri, that problems lies with machines, mashinalar bilan bog'liq bo'lgan problema. We tend to imagine they are greater and more powerful than they really are. Ular ko'rinishidan kabi more powerful, kuchliroq va biz imagine and subsequently they shunday bo'ladi. On the third question, we care by doing that in of risk should be there. Challenges to build singularity can what happened? Okay. And another worry va yana bir tashvish, xavotir, we are increasingly dependent on computer networks. Biz kompyuter tarmoqlariga judayam bog'lanib qolganmiz. That just could behave like a single brain. Va bu single brain with a mind of its own. O'zining aqli bor yolg'iz miya va with goals that may be contrary to human welfare. Inson farovonligiga zid kelishi mumkin bo'lgan maqsadlari borga o'xshaydi, deyapti.
Judayam bir murakkablashib ketyaptimi? I think mening fikrimcha we should ensure biz aniq ishonch hosil qilishimiz kerak. Robots remain as no more than idiot servants. Robotlar aqlli, bilimdon ahmoqlardan boshqa hech nima bo'lmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Lacking capacity to outwit us. Bizni aql jihatdan o'zib ketishi uchun qobiliyati yetishmagan aqlli ahmoqlar sifatida qolishi kerakligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Even so, they may greatly surpass us in ability to calculate and process information. U hisoblashda yoki informatsiyalarni qayta ishlash qobiliyati bo'yicha bizdan ancha o'zib ketgan bo'lishiga qaramasdan deyapti. Okay. Bu yerda aytyapti for our own safety, o'zimizning xavfsizligimiz uchun insoniyat robot qobiliyatlarini cheklashi kerak deyapti. Buni bizda RIS aytyapti. Va shuning uchun 27 ga atvet A bo'ladi. Bu yerda aytyapti biz ishonch hosil qilishimiz kerak. Robotlar ahmoq bilimdonlardan boshqa hech nima bo'lish kerak emas. Lacking the capacity to outwit us. Bizda o'zib ketishiga imkon beradigan qobiliyati yetishmagan deyapti. Bu lacking bilan yetishmagan bilan restrict cheklash bir-biriga sinonim bo'lyapti. Abilities bilan capacity bir-biriga sinonim bo'lyapti. Va shuning uchun 27 ga A. Wilfred response. Wilfredning atveti to say we have already seen the damaging effects of artificial intelligence. Biz allaqachon sun'iy intellektning damaging ziyonli taraflarini ko'rganmiz in the form of computer viruses. Computer viruslar formasida. But in this case, lekin bu vaziyatda he says, u aytyapti, the real intelligence is the malicious designer. Va bu computer viruslari u g'araz niyatli dizaynerdan kelib chiqqan deyapti. Critically, the benefits of computerning foydali taraflari outweigh the damage that computer viruses cause. Computer viruslari sabab bo'ladigan ziyondan ko'ra foydali taraflari ko'p deyapti. Taki 28 qoldi. Robot harming us less than human. Less than the human believed to be. So, robotlarning bizga ziyon qilish riski insonlar o'ylashdan ko'ra unchalik seryozni emas. Bu Wilfredning gapiga o'xshaydi, lekin unaqa emas, chunki bizlarda humans believe it to be, inson unga ishonganidan ko'ra degan inson ishonchi haqida gap yo'q bo'lgani uchun buni B variant qilib ola olmaymiz. Tak, science fiction haqida gap kelgani yo'q. Robotdagi developing intelligence'ni intizorlik bilan kutayotgani haqida gap kelmadi. Wilfred disagrees with Richardson on the question of Richardson bilan kelishmaydi. Bu biz aytdik-ku, the harm already done by artificial intelligence. Artificial intelligence bizga keltirgan ziyoni haqida. Endi Richardson bizda nima dedi? Richardson
Atvet berdi, Wilfred atvet berdi va Richardsonning atvetini ko'raylik. Richardson advance. A response to this question was this. Richardsonning bu savolga javobi bunday edi. We need to ask why fears of artificial intelligence robots persist. Nima uchun biz so'rashimiz kerak. Why fears of sun'iy intellekt va robotlardan qo'rqishimiz persist qolyapti. None have in fact risen up or challenged human supremacy. Ulardan hech biri inson ustunvorligi bilan challenged qiyinchilikka duch kelmadi yoki undan o'tib ketmadi. He believes, u ishonadiki, as robots never as robots never have shown themselves to be threat to humans. Insoniyatga hech qachon qo'rqinch sifatida ular o'zlarini ko'rsatmagan. It will unlikely that they ever will va bundan keyin ham u unday qilib o'zini tutmaydi, ko'rsatmaydi ziyon deyapti. Bu yerda Wilfred aytyaptiki, u bizlarga kompyuter virus kabi ziyonini ko'rsatdi deyapti. Richardson esa u insoniyatga hech qachon o'zini qo'rqinchli bo'lib ko'rsatmagan deyapti va bu yerda harm already done by artificial intelligence haqidagi fikriga u qo'shilmaydi. Shuning uchun atvet bo'lyapti. Biz science fiction endi o'qiymiz. Reality fantastik haqida hali gap kelmadi. Okay. First, an answer the first question. To'rtinchi savolga atvet. What can science fiction tell us about robotics? Science fiction bizlarga robotlar haqida aytadimi? Reels replied. Reels javob beryapti. Reels javob beryapti. I sometimes advise students, men ba'zida studentlarga maslahat beraman, it's better to read first rate science fiction. Birinchi science fiction o'qigan yaxshiroq, ikkinchisiga qaraganda u more stimulating, ko'proq rag'batlantiradi va perhaps balkim they're more likely to be wrong, balkim xato bo'lmasligi mumkin deyapti. Okay, science fiction haqida yuqorida bor edi. 27-28 risk. Qarang, robotlarning bizga ziyon keltirish riski bu inson ishonadigandan ko'ra less serious, unchalik ahamiyatli emas deyapti. Bu yerda aytyapti-ku, we need to ask so'rashimiz kerak, why fear artificial intelligence robot persist. Nima uchun robot va artificial intelligencelardan qo'rqishimiz haliyam bor deyapti. Ular bizga hech qachon ziyon yetkazmagan va bundan keyin ham ziyon yetkazmaydi. Shuning uchun atvet bu yerda 28ga S. Buni Richardson aytyapti. 29 30 32. Not all fair. Many people welcome machine intelligence va ko'p insonlar machine intelligence aqlli mashinalarni welcome ularni yaxshi qarshi oladilar deyapti. Not all fair. Hamma qo'rqinchlar emas.
Bu yerda aytyaptiki that this look forward to robots developing greater intelligence. Buni Richardson aytyapti va bu gap bu yerda kelgan. Ko'p insonlar deyapti, aqlli mashinalar, agar aqlli mashinalar chiqadigan bo'lsa, uni ko'p insonlar tarafidan u qabul qilinadi u narsa deyapti. Shuning uchun bu look forward to robots. Robotlardagi greater intelligence, aqllilikning rivojlanishini intizorlik bilan kutayotgan shaxs. Bu bizlarda Richardson. Okay. Science fiction haqida hozir o'qidik. Bu studentlarga birinchisini o'qish tavsiya beriladi, ikkinchisiga qaraganda va bu rag'batlantiriladi va no more likely to be wrong va u xato bo'lmaydi deyapti. The ideas in high quality science fiction. High quality science fiction degani the first rate birinchi darajali science fiction bilan sinonim bo'lyapti. Proof dalillangan as accurate as those found in the work of mediocre scientists. Mediocre scientists, the work of mediocre scientists degani bu the second rate of science, ikkinchi darajali ilm. Mediocre degani unchalik o'rtacha ko'lamda, judayam yaxshi emas, judayam yomon emas degan ma'noda bo'lyapti. Shu kabi u accurate, to'g'ri deyapti. More stimulating, judayam rag'batlantiradi va no more likely to be wrong va unchalik ham xatolarga yo'l qo'yilmagan deyapti. No more likely to be wrong bilan as accurate as birga sinonim bo'lib, buni bizlarda RIS aytyapti va shuning uchun bizga atvet A bo'ladi. Buning bari ketdi. 34-36 ketdi. 37 ketdi, 38, 39, 40. 3 ta вопрос qoldi. Уже bizda science fiction aytyapti. Fantastic, reality and fantastic. Manimcha 38 вопрос o'tkazdik. Okay. In response, Wilfred aytyapti. Science fiction has often been remarkable at predicting the future. Kelajakni bashorat qilishda judayam g'ayrioddiy bo'lgan science fiction. Science fiction has painted a vivid spectrum of possible futures. Kelajakning imkoniyatini har xil aniqlikda tasvirlab beradi science fiction deyapti. From cute and helpful robots. Judayam yoqimtoy va helpful, judayam bir yordam bergish robotlar to dystopian robotic society. Dystopian degan judayam yomonlashib ketgan robot jamiyatlariga yordam beradigan shunaqa bir robotlar deyapti. Interesting, qiziqarlisi, almost no science fiction, deyarli hech qanaqa science fiction just a future without robots dedi. Kelajakni robotlarsiz tasavvur qilmaydi deyapti. Finally, on question science fiction, Richardson pointed. Richardsonga o'tdi. Wilfredning atveti shu yerda tugadi va Wilfred science fiction haqida nima dedi? How science fiction influence our attitudes to robots? Bizlarning robotlarga qarashimizga qanday qilib u ta'sir o'tkazadi deyapti. Science fiction influences our... Yo'q, unaqa demayapti. How fundamental robots are to the fiction genre. Qanday qilib ba'ziviy robotlar to the science fiction genre. Science fictionning janriga aylangan janr hisoblanadi. Okay, how the imagine of robots in science fiction. Science fictionda robotlarni tasavvuri changed over time. Vaqt o'tishi bilan o'zgardi. O'zgarish haqida gap bo'lmadi. How reaction is similar
to portrayals of robots. Science fiction may vary. Science fictiondagi robotlarning o'xshash bo'lgan tasvirlaridagi reaksiyalar qanday qilib bir-biriga o'xshamasligi mumkin? Qanday qilib farqlanadi? D emas, S emas, A emas. Aniq va atvet bizlarda bu B. Nima uchun B? Qanday qilib fundamental robots, bazaviy robotlar science fictionning janriga aylanganligi haqida va bu yerda aytyaptiki, interesting, eng qiziqarlisi, almost no science fiction, deyarli hech qanday science fiction envisages a future without robots. Robotlarsiz kelajakni tasavvur qilmaydi deyapti va shuning uchun ham bu science fictionning уже janriga aylanib qolgan. Shuning uchun atvet B bo'ladi. Richardson. Va bizda Richardson fantasy and reality haqida kommentida nima qildi deyapti. Richardson aytyapti, in modern society, zamonaviy jamiyatda people tend to think this is reality. On the other hand, bir tarafdan reallik haqida o'ylaydi, fiction and fantasy on the other. Boshqa tarafdan esa fiction, fantastika va fiction degan yolg'on narsa deganida real emas bo'lgan narsalar shu haqida o'ylaydi deyapti. U then explain it. She then explain keyinchalik u tushuntiradi, the division didn't always exist. Bo'linishlar har doim ham mavjud emas. That the scientists and technologists made this separation. Bu bo'linmalarni scientistlar va technologistlar bo'ladi because they wanted to carve out the spirit of their work. Okay. Bu yerda aytyapti, bu fantastik ham reallik har doim ham bo'linavermaydi bular deyapti. Buni bo'lishadi nima uchun? Scientist and technologists. Scientist va technologistlar buni reallik va fantastik qilib bo'ladi. Qaysi biri scientistlarga, qaysi biri technologistlarga tegishli ekanligini bilish uchun deyapti. But the divide is not so clear. Lekin bu bo'linishlar judayam bir aniq emas. That is why shuning uchun ham the words seem to be collide at times. Shuning uchun ham ular o'rtasida bir ziddiyatlik kelib chiqadi deyapti. In some cases, bir qancha vaziyatlarda we need to bring this different understanding together. Bu har xil bo'lgan tushunchalarni birlashtirishimiz kerak to get a whole perspective. Butun bir fikrni olishimiz uchun dedi. Then mumkin shundan keyin borib we won't be so frightened. Biz qo'rqmaydigan bo'lamiz. Something we create as a copy of ourselves. O'zimizning kopiyamiz sifatida yaratgan narsalarimiz biz uchun qo'rqinch, biz uchun xavotir, tashvish bo'lishidan qo'rqishimizni to'xtatamiz deyapti. Okay, Richardson nima dedi? Like warning people not to confuse one with others. Birini ikkinchisi bilan chalkashtirmaslik uchun insonlarni как warning. Warning degani ogohlantirish. Insonlarni ogohlantirdi. Yo'q. Outlining tushuntirib berdi. Ways one has impacted on the others. Biri ikkinchisiga ta'sir o'tkazishi haqida tushuntirib berdi. Yo'q, unaqa. Recommending taklif qildi a change of approach in how people view them. Insonlar uni qanday yo'l bilan ko'rishidagi bir metodni u o'zgartirish haqida. Bir o'zgarishni recommend qildi u. And people how view them. Reallik va fantastik haqidagi insonlarning fikrini
mumkin bo'lgan bir o'zgarishni taklif qildi. Explaining tushuntirib berdi. Why scientists have different perspective on them from other. Okay, bu yerda aytyapti boshqa insonlar va scientistlar o'rtasidagi har xil fikrlar, nima uchun har xil fikrlar bor ekanligini. Ya'ni bu yerda aytyapti nima uchun olimlar boshqa insonlardan ko'ra ular haqida boshqacha fikrlari bor ekanligini tushuntirib berdi. Aniq D emas, aniq B emas, aniq A emas va o'z-o'zidan 40-qinchi so'rovga atvetsa bo'ladi. Nima uchun? Nima uchun? Okay. Bu yerda u aytdiki, bu bo'linishlar har doim ham mavjud emas. Uni scientist va texnologistlar shu bo'linishlarni bo'ladi deydi. Shuning uchun ham u yerda kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Agar biz bu har xil understanding tushunchalarni birga oladigan bo'lsak va biz bunda full perspektiv, butun bir fikrni olamiz deyapti. Ya'ni bu yerda u insonlarga aytyapti, har xil fikrlar bor, har xil. Agar biz ularning hammasini bir joyga jamlab birlashtiradigan bo'lsak, butun bir qarashni olamiz deyapti. Shundagina insonning ular haqidagi bir o'ylashini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun atasa bo'ladi. 38. Potential as cause for concern. Faqat 38 qoldimi? Xo'sh. Faqat 38 qolibdi. 38 as a cause for concern, xavotir uchun sabab sifatida. Potential advances. Rivojlanish potensialini qanday qilib risk ko'rdi? Okay. Boya fears of machines degan narsalarni ko'rdik, balkim shu yerda buning atveti qolib ketdi hozir. Colonize haqida kelib ketyapti. Colonize haqida. Intelligence. Bu yerdan balkim ikkinchi vaprosdan boshlangan. Intelligence out to human intelligence. Mashinalarning insoniyatdan aqllilik tarafdan o'tib ketishi. Shu qo'rqinch haqida. This mentions Rees aytyaptiki, hozir Okay, Rees aytyaptiki, advanced enough to be insonlardan ular allaqachon chess shaxmatdan allaqachon insonlarni ular yengib ketdi. Environment haqidagi tushunchalari yo'q. Real narsalarni payqamaydi. Sirlari bu atrof muhitga bog'lashlari, insoniyatga bog'lashlari mumkin biz kabi deyapti. Okay, robots outnumbering people. Robotlarning son jihatdan insonlardan ozib ketishi. Unaqa gap aytilmadi. Robots having abilities humans don't. Insonlarda yo'q bo'lgan qobiliyatlar robotlarda bor. Aniq bir qobiliyat haqida aytayotgani yo'q.
Bu calculate yoki process information degan narsalarni ko'rdik, lekin insonlar ham calculate va process information qila oladi. Lekin robotlar insonlarga qaraganda tezroq va yaxshiroq qiladi. Shuning uchun bu atvetni ola olmaymiz. Artificial intelligence developing independent thought. Artificial intelligence, sun'iy intellektlar mustaqil rivojlanyapti. Bu yerda boya aytdi-ku. Singularity haqida. Singularity degani robotlar o'zlari yaxshiroq versiyasini o'zlari yasay olishi. O'z qayerda edi? 1 second. Вот. Singularity defined when robots will be able to start creating even more sophisticated versions of themselves. Robotlar o'zlarining eng murakkab versiyasini yaratishni boshlay olishdagi qobiliyati deyapti. Okay, artificial intelligence taking over every aspect of our lives. Bizning har bir hayotimizning har bir aspektini egallaydi artificial intelligence deyapti. Okay, 38ning atveti shunda singularity bo'lgan joydan chiqadimi? Xo'ps. Okay, A va B. Mantiqan topib ko'ramiz. A va B bizda aytilmadi va bu avtomatik chiqib ketadi. Artificial intelligence taking over as every aspect. Bizning hayotimizning har bir aspektini artificial intelligence egallaydi. Bunaqa gap aytilgani yo'q, lekin bu artificial intelligence developing independent. Mustaqil rivojlanadi deyapti. Mustaqil rivojlanishiga boya singularity degan как sinonim sifatida olsak bo'ladi. O'zining yaxshiroq versiyalarini o'zlari yarata olishi. Shuning uchun atvetsa bo'ladi. Submit. 14dan 14. 27 dan boshlab ko'rdik. Okay, thank you guys for watching my video.